Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizga qisqa tanishtirgan bo'lsangiz. Ben o'zim Urumchidan. Urumchida yo'lishim qizim, cho'ng qizim. Qolib qoldi. Men 2016da kichik qizimni elib o'qitib Misrga chiqdim. 2015 chiqibdi. 2015 chiqdim. 2017da biz nimaga yenib keldik Turkiyaga. Men vatanda shu yo'ldoshim cho'ng qizim qolib qolganlar. Cho'ng qizimni 2016da 3-oyda ko'rishdim men telefonda, 4-oyda. Dördüncü ayda kirib ketdi. Shundan buyon ko'risholmadim. Qizingiz qancha yoshda hozir? 26 yoshda. Qashqarda farzand tuqqanlarim bor. Ular bilan shu qizingizning ismini bilmaysiz. Qizingizning ismini asl to'g'ri yo'lishingizning ismini. Qizimning ismi Marhaba. Yo'lishimning ismi Turg'un. Shu 2016da yo'lishingizdan avval qanday xabar bor? Ya 16dan oldin xabar ololmadim. Allohda bir majburiy o'zim qo'shib gap qilsam gap qilishga bo'lmaydi degandek nimani avatib qo'yibdi rasmiy. Shuning bilan qilolmadim. Qizingiz hozir turmadimi, lagerdami? U bilmayman, lagerdami, turmadimi, shu dadasi kirib ketdi dedi. Nimishqa kirib ketdi, nim sababdan, nim bo'ldi desam, ya uni siz so'rmangmi deb shunday qildi. U gap boshqa gap qilishga imkon yo'q, hamda gap qilmaydi. Bilmadim, turmaga kirib ketdimi yo lagerga kirib ketdimi, ish qilib shu 2016da 3-oyda ko'rishgancha uni yo'q ko'risholmadim. Janubda tuqqanlarim bor, shu janubda tuqqanlarim bilan qizimni xo'shlashtirib opadim 2013. Qashqarning qayerda? 2015 Qashqar Pazvodga. Opirib shu yenib kelgancha shu men bag'a vaqtda vaziyat og'ir ekandik. Shu tuqqanlarim bilan shu ko'rishgancha undan keyin faqat ko'risholmadim tuqqanlarim bilanmi. Ondan keyin men Korli Yansada opamning jamoatining tuqqanlarimiz bor. Ular bilan shu vaqtda ko'rishib kelgancha hozirgacha hech qanday bir uchuri yo'q. Shu Pazvodga tuqqanlarning ismini bilaman. Shu Pazvodda mening bir akam bor, o'z akam bor, dada bir ona boshqa akam bor. Ismi Obuljon. Onunki balları çoğun oğlunun ismi Muhammed, küçük oğlunun ismi Alim, kızının ismi Ayşe, küçük kızının ismi, çoğun kızının ismi Nurgül. Ularning neredekini biliyorsunuz? Yok. Ular o kızı, akamның aşu kızı yo'lishini elib 2014 Urumchiga chiqqan. Biz Qashqarda turamidik. Bizga turishga imkon bo'lmadi, shunga yenib chiqdik deb Urumchiga yenib chiqqan deydilar. Ondan keyin chaqatib ularni aketgan bo'ldi. Ondan boshqa yana ish qilib mening tuqqanlarim bir 30 dak bor endi. Oila boshlig'i ismida. Oila boshlig'i tugab ketgan, lekin Mehmet Sopa ismi. Ash Pazvodda bizning yaqin jamoatlarimizning hamda 30 dak jamoatimiz bor. Korli Yansada u yerda biz 20 dak jamoatimiz bor. U yerda tuqqanlarimizning cho'nglari tugab ketgan. Shu Acam var diyor, şu Acam'ın kızları var. Acam'ın ismi? Acam'ın ismi Hemrahan. O tügep ketken bir qancha yıl oldu, isimli qalmabdı. Acam'ın balları var, Tahir, Ekber. Dadısının ismi qo'shib degan bo'lsangiz. Dadısının ismi To'qniyaz. Tahir To'qniyaz. Dadısının ismi To'qniyaz. Oğluna şu Acam'ın hamda o'g'illarining ismi Tahir, Sadiq, Ekber. Yana bir o'g'ilning ismi Varis. Varis To'qniyaz. Varis To'qniyaz. Qizdan shu Raziya To'qniyaz, Arzugul To'qniyaz, Rabiya To'qniyaz, Nuriman To'qniyaz. Bulardan hech qanday kuchim yo'q. Bularla ko'rishmay qancha vaqt o'tdi? Bular bilan shu 2014 ko'rishgancha men hozircha ko'rishib baxmadim. Biz Urumchidagi vaqtda ancha aloqa qilisholmaydik. Ularning patpat to'g'ri uzib ketdi emasmi? Chunki shu vaqtda uzidilar. Shu sababdan biz ko'risholmaymiz. Bu yerga chiqqandan keyinmi shu davomli ko'risholmadik. Sizning oxirida bizningki Turkiya Cumhurbaşkanımızga Erdoğan, Sayın Hürmetli Erdoğan efendimizga qanday bir
iltijalarınız var, qanday bir yardım isteyen talablarınız var degan bo'lsa, yuraginiz ko'nglingiz nima geçsin deseniz. Biz Türkiye'de yaşavatmız. Biz hem de bizning ko'nglimizda boshqa bir arzu umid yoki pul boshqa jihatdan bir yordam talab qilmaymiz ki. Ham bizni Alloh yaratdi, Alloh rizqimizni berdi. Bizning faqat birdan bir arzuyimiz, umidimiz endi bizning vatandan de erkek saati qolmadi desak bo'ladi. Öyle yok doğru. Erkek saati qolmadi. Qizlarimizni ham shunday turmalarga, kampalarga akirib oldi. Bu Türk qarindoshlarimiz bizning qanimiz bir ekan, dinimiz bir ekan, millatimiz bir ekan. Mening Cumhurbaşkanımızga deydiganim bizga bir sahip chiqsa. Hiç bo'lmaganda shu vatandagi qizlarimiz, yigitlarimiz bizning ham bularniki biz qarindosh deb o'ylayman. Shu bizga sahip chiqsa degan shu umidman. Başka bir kazlar. Başqa deydigan gaplarim chiqdi ham, lekin hozir vaqt qistab qoldim. Doğru, rahmet.